tushuntirib o'tsam, yozga nima uchun bostirmaslik kerakligini. Yozga kurk tovuqni iyul oyiga asosiysi bostirsanglar agar hozir iyul, 7-iyul sanam. Mana bu tovuq mas kurk bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar. Tagiga o'sha tayyorlagan tuxum emas, gipsdan. O'sha turibdi, videoni ko'rmaganmi sizlar ko'ringlar. Nima sababdan tayyorlaganimizda chiqarganman video qilib. Mana tovuqimiz kurk bo'lib turibdi. Buni kurkligini ochib o'rishimiz kerak biza. U uchun nima qilishimiz kerak? U uchun ikkita variant bor. Bittasi suvga tiqorish kerak, boshini, tanasini tiqorsangizlar ham shu короче stressga tushirish kerak. Ikkinchi varianti mana yerga yuribdi bu tovuqlar, ko'rib turibsizlar, yerga shu setkalik joyga qo'yish kerak. Setkalik joyga oyoq panjalari sezuvchanligi kuchli bo'ladi tovuqlarga. O'sha uchun setkaga turganligi uchun juda katta stressga tushadi. O'shani o'ziga qochib ketadi kurkka. 1-2 kunda qochadi. Suvga tiqib hozir ko'rsataman. Tovuqni olamiz. Kurk tovuq. Yangi kurk tovuq. Mana ko'ringlar. Umuman joydan siljigisi kelmaydi. Tuxumni olib kel. Hozir mana shu yerda o'ziga ham sizlarga agar ko'rsataman. Tuxum tashlab ko'ramiz, eksperiment. Qani tortib oladim. Mana. Ozgina tovuqni qaranglar. Ha. Ozgina nima qilib o'rish kerak edi. Mana. Bosib yotaveradi. Mas kurk bo'lgan tovuqqa farqi yo'q. Yoz oyiga bostirsangizlar agar havo juda issiq, ko'rib turibsizlar, Buxoroga o'zi anomal issiq, 70 gradus issiqlik bo'lib turibdi, lekin ob-havo ma'lumotlariga ko'ra 40-50 gradusdan o'tkazmaydi. O'zi 70 dan ham baland bo'lib turibdi issiqlik. Xo'p, bunga to'xtalmaymiz. Bizani yo'nalishimiz boshqa. Короче, tuxumlar, hozirgi paytga tuxumlar, yangi tuqqan tuxum уже 10 soatdan o'tmayapti. 10 soatdan keyin уже havo issiqligi uchun ichida уже rivojlanish bo'ladi. O'zidan o'zi tuxumlar rivojlanadi, ichida tomirlaydi, sizlarga ko'rinmaydi, embrion rivojlanish boshlaydi. Keyin uni tovuqqa bostirsangizlar agar havoni almashganlik hisobi tovuq 3 kun 4 kun bosgandan keyin havo kechqurunlari salqinroq, kunduzlar issiq bo'lgani uchun turib ketadi. Turib ketgandan keyin tuxumlar sovib, isiganligi sababli, namlik yetalmaganligi sababli luk tuxumlar, palaxta tuxumlar ko'payadi. Hozirgi paytda tavsiya bermagan bo'laman. 10 ta tuxumdan где-то bir sizlarga 5 tagacha 50% dan ham kamroq juda chiqadi. Короче, yana maslahatim shu aprel eng maksimal sizlarga aytsam, normalni aprel oxirigacha jo'jalarni chiqarib olsangizlarga jo'jalaringizni ham o'sishi yaxshilanadi. Tuxumlaringiz ham 80-90%, 100% gacha ochib chiqadi. 100% chiqadigan davri mart oyi hisoblanadi. Mart oyiga bostirib oshtirib olsangizlar 100% hisoblanadi. O'sha bizani kurk tovuqni qanaqa kurk qilish haqidagi videolarimizni o'sha yerda ishlatilayotgan mahsulotlarimizni, o'sha mahsulotlarimizni iloji boricha kuzdan boshlab bahorda shu aprel oyigacha berish tavsiya qilaman. Yoz oylariga o'z bersangizlar agar ichidagi sangdonlari, jigarlari katta putur yetkazib qo'yadi. Buzib o'radi ichini, aniqroq qilib aytsam sizlarga. Tovuqlar o'zi issiqlab turgan joyida mana kurk tovuq ko'rsatsam agar tuyishlarini tuyishlardagi patlarni bekordan bekor tashlavermaydi tovuqlar. Namlik yetkazib berish uchun tashlaveradi. Mana shu namliklar badandagi namliklar qochib ketadi, ichlari kuyadi. Shu uchun yozga bostirmaganlaringiz ma'qulroq. Meni fikrim bo'yicha endi bu yog'i o'zlaringizga havola. Endi buni hozir suvga tiqamiz. Keyin kurkdan ochiladimi yo'qmi birgalikda ko'ramiz. Mana o'sha dorilik suvimiz
bu tovuqni kanishni bari bitlagan, tashqariga yurgan bo'lsa ham, hozir shuni ichiga tiqamiz. Suvni temperaturasi havo haroratidan salqinroq suv. Mana shunday holatda tiqib olaman tovuqni. Qaranglar, qanday stressga tushib turibdi tovuq. Ovozi o'zgarib, uje oddiy tovuqlar ovozidan chiqish boshlaydi. Stressga tushirish kerak, tovuq ochilib ketadi o'zi. Boshini tiqish, u badandagi sezuvchanliklarini o'z qo'zg'atib o'rsangizlar agar ko'plik qochib ketadi. Tovuqda ovozlari o'zgarish boshlaydi. Qorsa yaxshi. Boshini tiqib, u havo oldirishga qo'ymasdan mana. Ko'rib turibsizlar, tovuq уже turib ketdi. Oston turib ketdi bu safar bizaga. O'sha ikkinchi sposobnisi o'sha aytganim sitkaga qo'yib o'chirsangiz bo'ladi. Ha, tovuq ko'kligi ochilib ketdi, tamom. Turib ketadi mana shu holatda. Shuni aytmoqchi edim videomizda. Yana savollaringiz bo'lsa agar, bemalol Telegram gruppam, Telegram kanalimga yozib qoldirsangiz 24 soat davomida javob beraman. Kanalimizga obuna bo'linglar. Bundan ham qiziq videolarni chiqarib kelyapman shu paytgacha. Bundan keyin ham chiqaraveraman. Hammaga omad.